Assalomu alaykum, Abduvohid hoji, yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamang. Hoji aka, mana avatar uzumi. Bugun 29-sentyabr 2025-yil. Ko'p odam vertikal shpalerda qanaqa bo'ladi degan odamlarga mana shu video chiqarib ko'rsatyapman. Shu yerda Romeo degan nav bor, qizili Romeo, qorasi bo'lsa avatar. Mana shu vertikalniy ikki plaskasnoy shpaleradagi bo'lgan hosillari, xudo xolasa. Mana shu bugungi bo'lgan holati, hoji aka. Bu bitta bir tomonda shpalerda, bir tomoni, hozir bu yog'ini ko'rsatib, u yog'ini ham ko'rsataman. Mana avatarda bo'lgan hosilli o'sha yerda Romeo. Mana shunaqa bo'lyapti. Bu yil aslida uzumlar sal kechikib qoldi. Sal kechikib pishyapti. Mana bu Romeo degan nav ham endi mana shu holatga keldi, hoji aka. Mana bu vertikalniy shpalera uzumda bir tomonida bor. Mana shunday qilsangiz, bu yog'ida ikkinchi tomonida ham bor. Mana bu ikkinchi tomondagi nagruzkasi shunaqa, hoji aka. Mayli, xo'p, salomat bo'ling. Qrimdan sizga katta salom.